Hürmetlik Tayyip İmin Uyguryan efendim, yaxshimisiz? Mening ismim Ersin Erkin. Ben hazır Polşada panohlik tilavatman. Ben sizge bu videoni avatishga maqsadim, sababim sizning shu birinchi ayning o'rtasida Ersin Erkin Xitoyga jasus qilganligi uchun tutqun qilindi deb bir Uyg'ur agentligida sizning yozgan bir maqolangiz to'g'riliq men bir bayonot bermoqchi. Siz meni jasus debsiz. Xitoydan pul olibdi, bir Xitoyga tahdid solibdi debsiz. Men bu to'g'riliq sizga tushuncha beray. Oldi bilan men bir panohlanuvchi, ham Polshada panohlanyapman. Mening bu Polshada 6 ay qamoqda yetishimdagi sabab men bultur Polshaga berib Germaniya boshqa davlatlarga qochib ketgan Polshadan. Şunu bilan men Dublin qonuni bo'yicha men qaytadan Polshaga qaytarildim. Shu sababdan Polshaning sudi mening yetib turadigan yerim yo'qki, ham buning puli yo'qki, ham yana qochib ketish nisbati yuqori deb meni chet elliklar qamoqxonasiga oldi. Shu yerda 180 kun yotdim. Ham bu jarayonda Polshaning davlat xavfsizlik idorasi meni tekshirdi. Bu jasusmi ya radikal tashkilotlarning a'zosimi ya Polshaning davlat xavfsizligiga tahdid etkilamdi kelmamdi deb. Albatta men bu davlatda panoh qildim. 4-oyning 20-kuni tunji intervyu qilindi ko'chmanlar idorasidan. 6-oyning 6-kuni ikkinchi qitimliq intervyu qilindi. Mushu oyning 8-oyning 1-kuni mening panoh iltimosim rad qilindi. 8-oyning 7-kuni meni qo'yib berdi erkinlikka. Shu sababdan men sizga bu gaplarni deyishim, men hech qachon Xitoyning jasus emas. Xitoyga men hech qachon ishlamadim. 3 yildan beri Xitoy elchixonasi bilan aloqa qilmadim. Ukrainada 4 oy, Germaniyada 1,5 oy, Shvetsiyada 20 kun, Polshada 6 oy qamoqda yotdim. 3 yildan beri mening hayotim qamoqda o'tyapti. Har 8 oyda bir qaytam tutilma. Polshadan boshqa davlatlarga berib panohlik tildim. Ammo Dublin qonuni bo'yicha sening panoh iltimosingni Polsha qarab chiqish keraksan, Polshaga ketishing kerak dedi. Shuning bilan amalsiz men İtalya, İspaniyalarga berib ishladim. Çin qancha judim, oshxonalarda ishladim. Kerak desiniz, shu dalil isbot video, fotolar bor, yo'llab berishimga bo'ladi. Bu bo'lsa sudning qarori. Bunun puli yo'qki, yotadigan yer yo'qki, shu sababli bu qamoqxonada yetib o'zining panohlik ishlarini hal qilish kerak deydi. Agar men jasus bo'lgan bo'lsam, meni Polsha qamoqxonasidan chiqarmaydi. Ya 20 yil, 30 yilga sotlaydi, ya Xitoyga qaytaradi. Men polshaliklarga agar meni Xitoyga qaytarsanglar, men o'laman, o'ltirib o'tidi, aeroportga kelganda meni aytdi, 20 yil ya 30 yilga ya o'lim tahdidi bor deb ularga yolg'irdim. Ular insonparvarlik nuqtasidan meni qaytarmadi, meni qo'yib berdi. Shu sababdan sizning men to'g'riliq yozganlaringizning hammasi tuhmat ham yolg'on. Wang Jingyu degan Xitoy vatandoshi bilan mening 2 yildan beri shaxsiy o'sh adovatim bor. Ammo ular menga Xitoy jasusi, Xitoy soqchisi deb tuhmat chapladi. 2 yildan beri shular menga tahdid soatidi. Qilmagan ishni meni qildi deb. Shu sababdan agar siz ishonmasangiz mening gaplarimga, siz bir matbuotning mas'ul sifatingiz bilan Polshaning aloqador organlariga telefon qilib, men to'g'riliq mening delorim to'g'riliq so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Men sizdan mendan kechirim so'rashingizni talab qilaman. Yevropa İttifaqının qonuniga xilof sizning yog'indan xabar taqatganingiz, boshqalarning suratini shu odamning ruxsatsiz o'zingizning matbuotingizga chiqarishingiz bu Yevropa İttifaqının qonuniga xilof. Ko'chmanlar idorasining meni intervyu qilgan xodimi menga bu gaplarni degan. Shu to'g'riliq siz menga tushuncha berishingizni talab qilaman.
Hem eğer kerak olsa men bilan shaxsiy aloqasingiz bo'ldi. Ko'p rahmat sizga.